Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlaymaz. Leksiyada sizga juruz Washington'dan sözdeymiz. Bugünkü islağa şikemen 23. yıl 12. ayının 10. günü. Yani dünya kişilik hukuk kitapnamesi ilan kılınğanlığının 75 yıllığı. Vatandaş, bugün sizlerge sözdeydiği vaziyetimiz asaslığı mındak. Mesela hazır Cungu'nun ahvalını etqanda iki meselege merkezleşti biri. Cungu'nun iqtisadi ahvalı ve bunun münasebetli halkara cemiyetinin kullanılan tedbiri mesela halkara cemiyet bahalığı için Moody's organı Xitay'nın iqtisadını bahalışı. Bunu sizlerge sözlep bulduk. Mesela 18 şirket, 8 tane banka, Şangay, Hong Kong iqtisadı hemmisi menfi, yani selbi baha belgeligi. Biz bu organın, halkara organın zaten kandak faaliyeti, hem faaliyet kıldığanlığının toluğu bilen haberimiz yok vatandaş. Yani bu aslında biz dikkat kılınan sahadaki organ emasem de halkara cemiyet, iqtisat, siyaset nayeti çoğun meseleleri sözleydiği organ iken hazır bunun bahalışı menfi yaki selbi de bahalışı çünkü iqtisadi nimetin direkt verdi. Biz bunun çonkurlap kirişimiz gerek idi. Şunda kirip bunun materyallarda toluk faydalayın desek etraflı materyal yok. Lekin bugün ben ve torbitide mındak bir abzas söz yetip geldi. Mesela nime deydi o desiniz? Tam öğreley degende hem adam bu tam neşitleri birinci zerbe yetip geldi. Mavzulu haber 12. ayının 10. günü ben mi torbet edilen. Haber mındak başlandı. Halkara iqtisat bahalaş organı Moody's. Cungu'nun iqtisat bağlılık, inavet ve kredi derdisini mukamlığını menfi dereceye düşürüp arkadıllah başta ettik. Hong Kong omun bahaladı ve şirketlerine bahaladı. Devlet ilgili bahaladı. Ahırda ben bir torbette etken bir cümle söz. Bu signal. Bütün dünyada meblağ salgıçılığa çünkü Kompartiyası rehberliğindeki bu devlet Cungu uzun müddet turadigan joy emas. Qancha tez qazsan shuncha yaxshi deb aytib berganlikka barobar edi. Biz arlıqda nima dedik vatandaş? Eng oxiri xatim sizga bizga tunish bo'lgan, tunish bo'lgan shirkatlar nimalar? Amerika g'arb dunyosining shirkatlari. Buni aytib bermaymiz. Tunish bo'lgan shirkat Walmart eng oxiri xatim Jungoda chekindi dedik. Walmart Arlıqda Disney, Şanghay'da kurulgan Disney balalar oyuncak bağcısı onu bir haber de görsetti çekin dedi, bir haber de görsetti yak dedi. O mucumel hazır. Eğer Disney mi çekilip çıkıdığan bolsa karganda Amerika şirketlerinin hemisi Cungo'dan çekinip çıkıdığan bol. Çekinip çıkıp bol dedi genge. Andi Japonya şirketlerim okşaşla bir vakit çekinip çıkıp bol. Hesapta Japon'uma Tayvan'ın şirketleri poşkandı 2 yılla ona bağlılık bolsun, bağlılık bolmasın Tayvan şirketlerinden hemisi çekinip boldu. Hatta Tayvanlıklar, saudigarlar bankada amanet koygan pulunu alalmadı. Hazır Cungu'nun bütün ahvalda etsiniz, yani iqtisadi ahvalda etsiniz. Mesela öy imaret, ticaret, kesbi gumran boldu bütün memleket bu içe değilse hazır Cungu'nun iqtisadi şu ahvalı kelgende bir yerde neymi davatıdı ben bir torbiti? Halkara cemiyet, bahalaş organı, Moody's organı bir signal tarqatdı. Bu signal bütün dünyadaki meblağ salgıçılığı yakın kelme. Cungu'nun bazırığı yakın kelme. Yakın kelip sen Cungu'nun bazırda uzak müddet turup kalıdığın iş yok. Yakın kelip. Demek çek degendek hazır. İhtiyarla koygan alda bütün dünyada meblağ salımın dep tayyarlangan yaki tayyarlanış aldı turgan yaki Irak'ta körelmey vatkan yaki siyasi vaziyetini körelmey vatkan dünyadaki başka şirketlerine Cungu'ya kirişini
Muşu bağlaş arkalık altın tostu degen gep vatandaş. Bunu Venmet orbit nemi dep düşendiripti desiniz. Birinci zerbe yetip geldi de. Hakikaten şunda hazır birinci zerbe Cungo'ya yetip geldi vatandaşa. Yani Cungo'nun iktisadi ahvali yani oңго tassang mı ana sakaytanmaydigan, solga tassang mı onu sakaytalmaydigan. Ondan bazı obzorlar deyilişi Cungo iktisadının asli kurulması nime? Bunun Cungo iktisadının asli kurulması da bizde yürüyüşünün ayeti yok. Mesela Mao Zedong'un dogması, bugünkü Cungo Kompartiya dogması, Marks'ta elip gelgen bir cümle söz. Hususi mülkni yokutuş. Devlet mülki yoki umumning mülki quruq gap. Bu yerda devlet mülki umumning mülki degan narsa bo'lmaydi. Masalan, davlat egiligidagi shirkatlarning hammasi qaysi tarmoq, qaysi bo'limda bo'lsa, Jungodagi qaysi bir cho'ng amaldorning boshqarishida kontrolligida vatandashi. Demak, bu yerda umumning mafsuni, umumning boyligi yoki davlatning shirkati deyilganlar sapli xiyonatchi, o'g'ri. Muşundaq Jungo Kompartiya amaldorlarining qo'lidir. Tizginlishi ostida. Mesela aynı çağda Jungo'nun elektr, tok elektr, yoki energiya manbini sabiq vazir Li Peng'ning qizi Li Shaohongma nima? Bir ayol qizi kontrol, butun mamlakatning elektr tok nimasini. Xuddi shundoq ko'mir sanoat hammasi bir xiyonat amaldorning tizgili. Ama agar Jungo'da Amerikaga o'xshab xususiy shirkat deb qo'yib etsam, masalan, Amerikada xususiy shirkatlarning birdan bir vazifasi faqat davlatga bosh topshirish. Boshqa jihatda hukumat uni kontrol qiladigan ish va yoki hukumat kontrol qilganligi uchun chet elga mablag' soladigan, solanmaydigan ish. Bu Amerikadagi demokrat davlatlarda mumkin emas. Uning hamma o'zining ixtiyorida. Albatta asosiy qonun va qonun doirasida hamma o'zining ixtiyorida. Jungo'da unday emas-ki vatandaş. Mümkün emas, xususiy shirkat menda faqat davlatga bosh topshiradigan. Jungo'da unday gap yo'q. Barliq jamiyatning barliq iqtisodiy asos qon tomirini, jon tomirini. Hatto kichkina o'pigadan tortib cho'ng-cho'ng savdogar bo'ldi degicha. O cho'ng-cho'ng savdogarlarning kayinda hisobli Xitoyning bankisiga oshkorlandi va bularning bunday qilishi Jungo iqtisodini faqat birla maqsad xiyonatga yo'l tuzlash. Hazır Xi Jinping'nin oila iqtisodiy ahvol to'g'risida gaplarmi chiqyapti. Aniq san o'tirg'i chiqqani yo'q. Demak, hammasi Jungo amaldorlari hammasi shunday. Endi bugun hozir bu iqtisod jihatda eng oxirgi zarba yoki dastlabki zarba deyilganda Modis Jungoning iqtisodi to'g'risida chiqqan manfiy xulosa dunyoda bosh shirkatlarning Jungoga mablag' selish yo'lini cheklaydi deganlik tunugilarni sizlarga nima deydi? Modis Jungo iqtisodining qaniydan bo'g'di degan gap aytadi. Yani ikkinchi masala hozir Jungoga markazlashgan ikkinchi masala Jungoning kadrlar masalasi, ya'ni yuqori darajalik amaldorlar masalasi. Bu yil 3-oydan boshlaganda hozirgacha to'xtamadi. 4-oy, 3-oylarda raketa harbiy qo'mondonligining qo'mondonlaridan 2 odam qo'lga olindi. 2 odam tuyuqsiz vafot bo'ldi. Yani 10 necha odam g'oyib bo'ldi. Hozirgacha bu gap yo'q, uzilib qoldi. Keyin bu gap davlat mudofaa ministri Li Shangpo'ga bog'landi. Hozir Li Shangpo kelib tashqi ishlar ministri Qingangga bog'landi. Hozir Qingang to'g'risida munozara to'xtamay davomlashyapti. G'arb matbuotlari hatto buningga Rossiyaning agentligi nima? Rossiya istihborot idorasi aralashdi degan Karadenko degan Beijingga kelib Qingang bilan ko'rishib bo'libla Rais Xi Jinpingning shonasi kiribla bu material pash qildi degan shaklda Qingangni setib o'tgan gap. Rossiyaning vaziri, muavin vaziri Qingangni setib o'tgan gap. Buningdan siz shuni ko'rishib o'tgani shuna dedik qilishimiz hozir Rossiya. Mayli u axborot yetkazgan bo'lsin, istihborot xabarlarni Xi Jinping yetkazgan bo'lsin. Yoki yetkazmagan bosh yoqdan keldigan bu gapning o'tirib chiqishilar Rossiya hozir Jungoning ichki ishiga bir nozik ishiga amaldorlar masalasiga kelib aralashdi.
degan gap chiqadi o'tir vatandoshim. Hozir Rossiya aralashdi Jungoning ichki ishi. Mayli u Xitoyning nazarida ijobiy bo'lsin, mayli u boshqa nazarda salbiy bo'lsin, Rossiya aralashdi degan gap. Hozir Çingang to'g'risida xabarlar tor betlarda hammasida Ümit Sadasi ondan keyin Mingjiang aynak televiziyasi, anda Li Muyang axborot nuqtalari to'xtamay so'zlayotdi. Buning mazmuni nima, maqsad nima desangiz, bunda davron qilish emas esa paket. Bugun Jungo Kompartiyasining hokimiyat sistemasi yoki markaziy organiga nima ish yuz berdi? Jungo Kompartiyasi ishida partiya a'zolari, masalan, tashkilot bo'limidan hisoblangan daftarga ilingan davlat darajalik kadrlar, ikkinchi darajalik kadrlar, amaldorlar nima kundi, nima ish yuz berdi? Hozir Çingan voqeasi Beijingda qochdi gap emas, hozir ko'cha-ko'ylarda so'zlaydigan fikrga, muhokim munozirga pilta yoki obukit bo'lgan gap. Çinganning asosligi Çingan masalasi to'g'risida so'zlashayotgan masala. Masalan, turgan 10-oyning 26-kuni Li Keqiang. U to'g'ridimi? Xilma-xil fikr, lekin mushundaqda paket o'tirib chiqmasdimi? Qo'l soldi. Merkezi Komitet Zhong Nanhai o'ltirdi. Bugun Çinganni ham 301-doktorxona deydi. Bugun Çingan o'zini o'ltirib oldi deydi. Bugun Çingan uni so'roq qilganda qiynash, qattiq qiynash bilan o'lgandimi? 301-nomerlik harbiy doktorxonada o'ldi deydi. Bularning jarayonini qanday qilishini qat'iy nazar vatandoshlar savol qo'yaylikki, Jungo Kompartiyasi Markaziy Komitetining yuqori qatlamiga o't ketdi desangiz bo'ladi. Daz ketdi desangiz bo'ladi. Hozir ziddiyatlar jamiyatdan chiqib, jamiyatdan olqib Markaziy Komitet Zhong Nanhaining ichki qismiga kirib keldi desangiz bo'ladi. Ama shundaq vaqt yetganda hokimiyatning umrining qanchalik qolganligini o'zingiz tasavvur qilib olsangiz bo'ldi vatandosh. Mesela 12-oyning 7-kuni Yevropa İttifaqı tashqi Yevropa İttifaqı komitetining raisi Charles Michael keldi, suhbatga qatnashdi. Suhbat jarayonini balki bular so'zlayotgan so'zning hammasini o'g'irliqcha anglash asbobi orqali Xitoyning anchvantin yoki bexatarlik nazorati buni anglab turgan gap vatandosh. Asıl suhbat jarayonida bunday tartib bo'lmasa kerak vatandosh. Shunami? Shuningdek keyin Charles Michael bir kun burun suhbatni oxirlashtirmayli bir kun burun Yevropaga qaytdi. Von der Leyen xonim bir kun keyin qilib Jungo bilan elishdi, qattiq elishdi. O'tirda Yevropa İttifaqı bilan Jungo o'tirisida suhbat orqali yetmoqchi bo'lgan, hosil qilmoqchi bo'lgan har qanday maqsad muddaolarning o'zi ustal ustida qilib qoldi. Demak, Jungo bilan Yevropa İttifaqı bir yerga kelolmadi. Yevropa İttifaqıning qo'ygan talablarini Jungo qabul qilmadi degan gap. Demak, hozir buni Zhong Nanhaining ichki ahvoli bilan solishtirsangiz, uning tashqari dunyo yoki ikkinchi, uchinchi bir davlat bilan bo'lgan munosabatlarimi hozir Jungoning ichki vaziyatining, ichki siyosatining ta'siriga uchirdi deb qaraysiz vatandoshim. Endi shundaq orliqda Jungo Kompartiyasi masalan g'oya cho'ng davlat, uning harbiy qurolli qismlari va vaziyat yoki hokimiyat o'zi tahdidga duch keldi desa, bu tahdidni qanday yo'qotish masalasi bo'yicha hokimiyat bashariga har qanday mustabid buni o'ylaydi. Buning chora izlab topadigan yo'li nima desa, bir avval hozir ichki jihatda bostirish. Bugunlardan boshlab hozir torbatlar deysiz, universal matbuotlar deysiz, hatta Jungo matbuotlarining hammasi deysiz, bu hozir ideologiya yoki fikr qilish sohasini burun birasi bo'lsa, bu qatim 5-si chingitgan gap vatandosh. Bu nima ehtiyoj? Demak, Zhong Nanhaining ehtiyoji. Zhong Nanhai davolg'ish ishida, Zhong Nanhaining hokimiyat ichki qismini tavrash ishida.
Muşundaq bir paytda eng mühim narsa axborot, ideologiya ve media. Bu axborot organlarının faaliyetini kuzatish ve onu kontrol qilish bir mustabid hokimiyatning bütün ihtiyacının bir qismi bo'lib qoldi. Bir qismi emas, balki asosli qism bo'lib qoldi. Chunki bu nozik ish, matbuot ishi nozik ish. Bir xabar bir yerdan siz xohlamagan bir xabar o'tirib chiqsa, vaqti buni yig'ishtirib bo'lmaydi. Shunga hozir Jungo Kompartiyasi Yevropa ittifoqi yuqorqidek muomala qilib, keyin hozir universal matbuotlardan tortib bütün matbuotgacha nayt qattiq kontrolli qasdi qoldi vatandaşı. Kontrolli qasdi qoldi. Hozir yana shunday tuyuqsiz bir paytda buning bir tarafga tavakkalchilik qilishi mumkin. Bunda qaraganda hozir dunyoning bütün ko'zi Jungo shunday paytda masalan Tayvan bo'g'izida bir ish terib qo'yamdi. Filippin dengizida bir ish terib qo'yamdi va yoki Şarkı Şimali Asiyada bir iş terip koyamdı degandek hozir tuyuqsizli Şarkı Şimali Asiya Koreya yerim aralada masalan Koreyaning Seul shahrida bir yig'in chaqirildi. Bu yig'in Amerika Qo'shma Shtatlarining Aqsaray davlat bexatarligi masalasi Jack Sullivan qatnashgan Koreya taraf va Yaponiya taraf 3 taraf qatnashgan yig'in chaqirildi. Ve şu yığında Amerika Qo'shma Shtatlari davlat bexatarligi masalasi Jack Sullivan Tayvan bo'g'ozining vaziyati va Tayvanning muqimligi uchun biz Amerika va Osiyodagi ittifoqdoshlar ko'krak kerib o'tirg'i chiqib bu muqimlikni qo'g'daymiz dedi. Hozir Jungoning ichki ahvoliga solishtirsangiz tuyuqsiz hozir Seul shahrida 3 chong davlat Amerika, Yaponiya, Koreyaning bu yig'inni etishi Tayvan bo'g'ozidagi vaziyatning nozikligi masalan saylam yaqinlab keldi. Tunigin so'z deganmidik. 12 oyning 30 kuni birinchi bo'lib prezidentlar nomzodi televiziya munozarasi uyushtirdi Tayvanda. Ikkinchi bo'lib ondan birinchi oyning birinchi kunlari atrofida muavin prezidentlar munozarasini uyushtirdi, tashkillaydi Tayvanda. Hozir Tayvandagi saylam shundoq ketyapti. Bir ish qilman hayron vatandosh. Balki tashviqot propaganda bo'lishi mumkin. Balki Jungo tarafdan qo'ygan odamlari yoki shuning tashviqot organlari bo'lishi mumkin. Bir ishki tor betida tayliqi axborot yashmisi Shimenda Bayhua. Bunu Tayvanda ishlaydi. Tayvanlik fuqarolar buningda so'zlaydi. Şu tor betida ya kanalda nima deydi desiniz? Bunda bir ağız gap chiqdi. Tayvanda o'tkazildigan bu saylam deydi. Belki en oxirgi saylam prezident saylam bo'lib qolishi mumkin deydi. Bu qaltis gap. Rost yolg'onni isbotlab bermayman juma, men xabarni aytyapman. İkincisi, yani bir ishki tor beti nima deydi desiniz? Amerika Qo'shma Shtatlari azaldan Jungo bilan Tayvanning birligi degan narsa qarish turgan emas. Herkes qarish turmaydi. Degan mazmunda bir ishga gap qildi. O yezib olganlarim buga hozir yenimdi yo'q. Gap qildi. Shuningda bular nima demoqchi? Bu Xitoy tashviqoti shundoq tashviqotmi? Va yoki shundoq bir vaziyatning purug'i bormi? Buning ichida eng og'ir gap prezident saylami Tayvanda bu balki eng oxirgi degan gap. Bu ajoyib cho'ng og'ir vazni va salmog'i bor gap vatandosh. Lekin tashviqot bo'lsa, propaganda bo'lsa, qalada bir yerda saylam davri Tayvanda deyilayotgan gap da'vatsingiz bo'laverdi. Yesh, mana shundoq kelyapti-da. Jungoning iqtisodiy ahvoli bugun shunga tushib qoldi. Reis Xi Jinping deydi, iqtisod bu ahvolga tushganda iqtisod yomonlashdi degan so'z bo'yicha tan elishni hargiz xohlamaydi deydi. Shun Jungo iqtisodni o'zgartirishga va uning qurilmasini o'zgartirish kerak. Markscha xususiy mulkni yo'qotish deydigan bu qurilmani o'zgartirish kerak. Onda shu Xi Jinpingning va uningdan burun qilaning shuari davlatni boy qilish,
yoki ochiq aytgani bizdan qarapayım tilimizdan puralarni gaday qilish. Bu siyosat endi aqmaydi. Buni qurulma xarakterlik o'zgartirish degan so'z Jungo Kompartiyasining siyosiy tizimini o'zgartirish degan gap vatandosh. Siyosiy tizim o'zgarmay turib, uning Marksizmni ko'chirib kelgan dogmasi, nima planliq iqtisod, nima davlat egiligi, nima kollektiv mulkchilik tagi. İnsanlarning tabiiy xususiyati xususiy mulkchilik. Biz boshda aytdik-ku, har bir shirkat, davlat egiligidagi shirkat bir parxor amaldorning ilkida yashuning boshqarishida dedik-ku. Xuddi shuning o'xshash, agar xususiy mulk bo'ladigan bo'lsa, mulkchilik yo'l qo'yiladigan bo'lsa, birinchi bo'lib xiyonatchilik bilan parxorlik. Buning yo'li etiladi. Buning yo'li etilmasa, xususiy shirkatlarmi shirkat bo'lolmaydi. Lekin Jungoda ortiqchilik nima desangiz, aloyidlik nima desangiz, huquqli bo'ladi ekan, u pul va yergiligi emas, har qanday bulun pishqoqcha qarig'i chashqandek burab, jildab Kompartiya hakimi tushagicha yetib boralaydi vatandosh. Shu huquq, iqtisod ishlariga aralashgan yerda iqtisodning o'zining qonuniyati, o'zining taraqqiyot yo'li yo'q degan gap. Bu o'z yo'li bilan ketayotgan siyosat buyrug'i bilan o'zgarib ketsa, iqtisod o'zining yo'liga tushanmaydi, ma'nmaydi degan gap vatandosh. Hozir endi bugungi xabarimizda eng muhim xabar nima bu desangiz, va to'g'ri bitan oshi gapi signal xalqaro tekshirish organi, kredit innovat baholash organi Moody's Jungoga mushundaq muomala qildi. Hozir Jungoning iqtisodiy ahvoli mushundaq, buning signal tarafiga barobar tarafi dunyoda mablag' solg'uvchilar qadamni to'xtat. Jungo bozoriga kirgichi bo'lma degandan signal berdi, direkt berdi. Endi hokimiyatning buning ahvoli nima bo'ladi? Hozir mushundaq turganlik siyosatlar so'zliqmi? Hozir Moody'sning Hong Kongda omunda ishlayotgan ishchi xizmatchilari bor ekan. Jungoda ishchi xizmatchilari bor ekan. Moody's ogohlantirish berib bularga uyinglarda xizmat qilinglar, idora jamiyat ishinglarga bormanglar degan edi. Bugun kelgan bir parcha xabar nima deyildi desangiz, hozir Jungoning Saqchi ministerligi Moody'sning Jungodagi ishchi xizmatchilari Omishangang va Jungodagi ishchi xizmatlarga saqchilar qo'l soldi degan xabar keldi. Buni jarayoni oqibati qanday bo'ldi? Biroq bugun men sizga aytadiganim Jungoning qayda kadrlar, amaldorlar masalasi ichki davolg'osh partiyaning ichki qismida tashqari dunyoda iqtisod hech qanday chora yo'q. Boshda aytdik-ku, qutuldirib qolaman, qutuldirib qololmayman deb o'ylashingning hojati yo'q. Jungo iqtisodni qutuldirib qolishning birdan-bir marksizmlik dogmadan voz kechish. Umumiylik xususiy mulkchilikka o'tish. Shu vaqtda Jungoning iqtisodiy bo'lib qutulib qoladi. Sotsializmda shuni qarangki vatandosh, siyosiy iqtisod nazariyasi bo'ladi. Bu kapitalizm dunyosiga mansub. Hozir sotsializm bo'lib, yoki Rossiya yoki Jungo hozirgacha sotsialistik jamiyatning iqtisod nazariyasi deydigan bir nazariyani o'ttirib olib chiqargani yo'q. Vatandosh, siyosiy iqtisod darsida biz o'qigan vaqtlarda, hozir qanday bilmayman, o'qigan vaqtlarda faqat kapitalistik iqtisod nazariyasini tushuntirish o'zining ixtiyori bo'yicha, masalan, logikalik asos bo'lmasin tanqid qilish bilan dars so'zlaydi. O iqtisod, ya'ni kapitalizmning iqtisod sistemasi, kapitalizmning iqtisod nazariyasi. Xitoyda siyosiy iqtisod nazariyasi degan nazariya yo'q. Bundaq aytganda, sotsialistik iqtisodiy tuzum uchun kerak bo'lgan sotsialistik iqtisod nazariyasi sistemasi yo'q. Faqat bir jumla dogma. Marksning aytgan gapi, davlat egilik umumiy xalq mulkchiligi xususiy mulkka qarshi turish. Mana bugun tortayotgan dardning o'zi dal mana shu yer. Xalqaro jamiyatning besimini ikkinchi bir masala deb qo'yib turaylik. Bugun Jungo iqtisod tortayotgan dardning hammasi mana shu yer. Vatandosh. Bugun sizlarga so'z aytganlik she'rlarimiz shunchalik.